Assalomu alaykum hammaga. Bizlarda Lacetti avtomobili mo'lkadan keyin oyna artadigan ishlab qoladi. Buni yechimi bor. Shuni ichini ochib tozalasanizlar ham tuzalib ketadi ba'zida. Ba'zida ochib tozalab karb sepganingiz foydasi bo'lmaydi. Ana shunda qilinadigan ishi. Ya'ni boshqa simlardan ozgina tok o'tib qoladi. Past tok bilan ham ishlaydi. Sababi regulirovka joyi bor. Shuni simini tegib qoladi. Birinchi, ya'ni tok o'tib qoladi. Gentra'dan, Lacetti'dan sanag'animizda tak. Shu burchakdan tepaga sanaymiz. 1, ikkinchi oq sim bo'lsa, oq simdan bu tarafga qarab sanaldi, shu sariq sim. Uchinchi simi. Ana shu qora oq polasaning tepasi. Ana shu qora oq polasaning tepasi. Qirqamiz. Shuning ham orqasida sariq sim turadi. Shuni ham qirqib, ikkalasini ulab qo'ysak, xudo xolasa ishlab qolmaydi. Bu boshqa mashinada boshqacha rang kelgan bo'lsa, mabodo bilmasangizlar, o'ylanib qolsangizlar, birinchi skorost ishlatib qo'yasizlar. Birinchi skorost ishlab turgan vaqtida shunday tok ham keladi, ham qirqasizlar, shu vaqt to'xtab qoladi. Shundan bilasizlar. Buni ichida mayda ozgina tok aylangani hisobini ishlab qoladi bu aslida. Eng qonuniy yechimi ochib tozalash. Shu bilan bo'lmasa, klient ishini moment bitirish uchun qirqamizdan, orqasidan ham keyin qirqib permichga tiqamiz. Orqadagi ham sariq sim ekan Lacetti'da. Oldidagi ham sariq. Orqadagisi baquvvatroq, oldidagisi maydaroq bo'ladi.